Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Madaddan 5 daqiqa loyihasini davom ettiramiz. Fuqarodan quyidagicha savol kelgan. Yo'lda telefonga qarab ketayotgan piyoda yo'l transport hodisasiga sabab bo'lsa, javobgarlik qay tartibda belgilanadi? Amaldagi yo'l harakati qoidalariga ko'ra, yo'lning qatnov qismida, shuningdek, piyodalar o'tish joyida harakatlanayotgan piyodalarga telefondan foydalanish, video mahsulotlarni ko'rish, radio, audio mahsulotlarni eshitish, kitob yoki davriy matbuot o'qish hamda e'tiborni chalg'itadigan boshqa elektron vositalardan foydalanish taqiqlanadi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 138-moddasiga asosan piyodalarning telefondan foydalanib yo'l harakati qoidalarini buzishi avariya holatini vujudga keltirsa, bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravar miqdorda jarima solishiga sabab bo'ladi. Agar mazkur huquqbuzarlik yo'l harakati ishtirokchilarining tan jarohati olishi, shuningdek badanga o'rtacha og'ir yoki og'ir shikast yetishiga sabab bo'lsa, piyodalar yoki yo'l harakatining boshqa ishtirokchilariga nisbatan Jinoyat kodeksining 268-moddasi tartibida jinoyat ishi qo'zg'atilishi mumkin. Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, fuqarolarning piyodalar o'tish yo'lkasida telefondan foydalanishi ma'muriy, balki jinoiy javobgarlikka ham sabab bo'lishi mumkin. Qadrli yurtdoshlar, agar o'zingizni qiziqtirgan boshqa huquqiy masalalar bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizning advice.uz huquqiy axborot portalidan bemalol foydalanishingizni eslatib o'tamiz.